Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan algoritmning asosiy xossalari va ularning usullari, turlari haqida ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Avvalo, algoritmda reja va rejaga asoslanib ish ko'riladi. Ya'ni algoritm tushunchasi, ya'ni uning nimaligi, aynan nimaga qaratilganligini va keyingisi uning xossalari, algoritmning xossalari va uchinchisi algoritmlarni tasvirlash usullari. Algoritm so'zi tushunchasi oldingi asrda yashab ijod etgan buyuk alloma Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy 783-850 nomi bilan uzviy bog'liq. Algoritm so'zi al-Xorazmiy nomini Yevropa olimlari tomonidan buzib talaffuz qilinishidan kelib chiqqan. Al-Xorazmiy arifmetikaga bag'ishlangan al-Kitob al-Muxtasar fi hisob al-Jabr va al-Muqobala nomli risolasida birinchi bo'lib o'nlik soliq sistemasining prinsiplarini va undagi 4 amalni bajarish qoidalarini asoslab bergan. Olimning al-Xorazmiy nomi algoritmi esa shu shaklida fanda abadiy o'rnashib qolgan. Algoritm tushunchasi bu biror masalani yechish uchun bajarilishi zarur bo'lgan buyruqlarning tartiblangan ketma-ketligi va har bir algoritm aniq va tugallangan qadamlarga bo'linishi lozim. Algoritmda buyruq, ko'rsatma, amal, harakatlar ketma-ketligi bo'lishi kerak. Algoritmning bajarilishi zarur ketma-ketlikdan iborat bo'ladi. Ya'ni boshlash. Bu algoritmda buyruq berish. Inson ongida ham borki, shu narsa boshlaymiz, bu ketma-ketlikni reja qilib olamiz. Ikkinchisi zarur ketma-ketlikni bajarish, ya'ni birinchi buyruqni berish. Va uchinchisi ikkinchi buyruq, ya'ni algoritm to'g'ri tuzilsagina to'g'ri natijaga erishish mumkin. O'sha algoritmni to'g'ri tuza olsangiz, to'g'ri tartibga olsangiz, o'sha natijaga yetib borasiz. Misol uchun, algoritm sotib olishni, non sotib olish algoritmini ko'rib chiqamiz. Boshlash, oddiy misol, uydan chiqish, do'konga borish, non rastasini topish, nonni olish va hisobchiga pulni berish va so'ngra uyga qaytish, tugash. Ya'ni bu ham bir algoritmga eng oddiy va sodda usuli hisoblanadi. Non sotib olishdagi xatolik. Boshlash, uydan chiqish, do'konga borish, hisobchiga pulni berish, uyga qaytish, non rastasini topish, nonni olish bu chalkashlik hisoblanadi. Algoritmning xossalari birinchi xossasi diskretlilik xossasi hisoblanadi. Ikkinchi xossasi tushunarlilik xossasi va uchinchisi aniqlik xossasi hisoblanadi. To'rtinchisi ommaviylik xossasi hisoblanib, beshinchi xossa natijaviylik xossasi hisoblanadi. Algoritmning diskretlilik xossasini ko'rib chiqamiz. Birinchi xossa bu diskretlilik xossasi, ya'ni algoritmni chekli sondagi oddiy ko'rsatmalar ketma-ketligi shaklida ifodalash mumkin. Tugallangan amallar ketma-ketligi qadam deyiladi. Demak, algoritm chekli qadamlardan iborat bo'lishi kerak. Ikkinchi xossasi bu tushunarlilik xossasi hisoblanadi. Ya'ni ijrochiga tavsiya etilayotgan ko'rsatmalar uning uchun tushunarli bo'lishi shart. Aks holda ijrochi oddiy amalni ham bajara olmay qolishi mumkin. Har bir ijrochining bajara olishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalari tizimi mavjud. Va uchinchisi aniqlik xossalarini ko'rib chiqsak, ko'rsatmalar aniq mazmunda bo'lishi lozim hamda faqat algoritmda ko'rsatilgan tartibda bajarilishi shart. Algoritmning har bir qoidasi aniq va bir qiymatli bo'lishi kerak. Ya'ni uni qoidalariga amal qilib, aniq va bir qiymatni keltirib chiqarishimiz kerak. Bunda vaqtni biror daqiqasini, olingan miqdorlar qiymatini, vaqtni shundan oldingi daqiqasiga olingan miqdorlar qiymati bilan qiymatli aniqlangan bo'ladi. Har bilan bir qiymatli aniqlangan bo'ladi. Algoritmning ommaviylik xossasi bu 4-xossa hisoblanadi. Ommaviylik xossasi, ya'ni har bir algoritm mazmuniga ko'ra bir turdagi masalalarning barchasi yaroqli bo'lishi lozim. Algoritm bitta masalani yechish uchun emas, balki shunga o'xshash turdosh masalalarni sinfini hal etish uchun ham xizmat qiladi. Masalan, ikki oddiy kasr umumiy maxrajini topish algoritmi har qanday kasrlarni umumiy maxrajini topish uchun ishlatiladi. Va 5-xossaga keldik, algoritmning natijaviylik xossasi.
Algoritmning natijaviylik xossasi, ya'ni har bir algoritm chekli sondagi qadamlardan so'ng albatta natija berishi lozim. Algoritm masalaning yechimiga chekli sondagi qadamlar ichida olib kelishi yoki masalani yechib bo'lmaydi degan xabarlarni tugatishi kerak. Algoritm qaysi xossasi buzilgan? Hozirgi kunda ko'rib chiqishimiz mumkin. Boshlash. I barobar 5. Agar i kichkina qaratilgan 4 bo'lsa, unda i barobar i plus 1 boshlashga qaytish, ya'ni chop et i bo'ladi. Natijani chop etish. Buni biz Pythonda ko'rib chiqamiz. Juda ham Pythonda shuni algoritmlarni bajarib chiqsak bo'ladi. Ya'ni boshlashda chop et, hozir biz i ni emas, balki s ni chop etishimiz kerak. Tugatish. Bular algoritmning xossasi buzilganligidan darak beradi. Misol uchun mana buni ham ko'rishimiz mumkin. Chop et s, ya'ni bunda boshlash a deyapti, hisobla b, hisoblada ko'rsatib qo'ymayapti qaysi formula kelishini va oxirida chop et s ni ko'rsatyapti. Bu noaniqlik degani, ya'ni algoritmni buzilganligi hisoblanadi. Algoritmni turli usullar bilan ifodalash mumkin. Sonni qabul qilib oling, uni 2 ga bo'ling va natijani 3 ni qo'shing. Hosil bo'lgan sonni chop eting. Misol uchun so'z bilan, formulalar orqali hamda blok sxemalar shaklida ko'rishimiz mumkin, ya'ni quyidagi ko'rinishlarda. Algoritm tillari orqali ham bilsak bo'ladi, ya'ni Basic, Pascal va C, Pythonda ko'rib chiqsak bo'ladi. Algoritmni blok sxema ko'rinishida tasvirlashda quyidagi shakllardan foydalaniladi. Mana boya aytib o'tdik, algoritmni boshlanishi va tugashini ifodalovchi blok sxema hisoblanadi. Ya'ni bunda o'zgaruvchilar va o'zgarmaslarni kiritish blogi, hisoblash jarayonlarini amalga oshirish blogi, shartni tekshirish blogi va sikl blogi, takrorlanuvchi deydi. Qism dasturi blogi hisoblanadi. Bu chop etish blogi. Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari. Ya'ni quyidagi bosqich mavjud. Masalani qo'yilishi, masalani matematik modulini tuzish, hisoblash algoritmini ishlab chiqish, dasturlash tilida algoritmga mos dasturni tuzish, dasturni kompyuter xotirasiga kiritish va natijani olish, olingan natijani esa tahlil qilish. Algoritm turlari chiziqli algoritm, tarmoqlanuvchi algoritm va takrorlanuvchi algoritm hisoblanadi. Hech qanday shartsiz faqat ketma-ket bajarilayotgan jarayonlarga aytiladi. Ya'ni bular chiziqli algoritm hisoblanadi. Tarmoqlanuvchi algoritm bu deb shartlarga muvofiq bajariladigan ko'rsatmalardan tuzilgan algoritmga aytiladi. Takrorlanuvchi algoritm deb biron bir shart tekshirilishi yoki biror bir parametrning har bir qiymatlari asosida algoritmda takrorlanish yuz beradigan jarayonlarga aytib o'tiladi. Chiziqli algoritmga misol: y barobar x kvadrat plus 1 funksiyaning x ning istalgan qiymatini hisoblash algoritmini tuzing va so'zda berilishi blok sxemasi quyida ko'rinib turibdi va boshlaymiz. X ni qiymatini beramiz. Y barobar x kvadrat plus 1 ni boshlashni bosamiz, ya'ni qarang, ustunda o'zi ko'rsatib qo'ygan. Y qiymatini chiqaramiz va tamom, tugatishni bosamiz. Bu yoqqa y ga birorta qiymat kiritsak bo'ladi. Tarmoqlanuvchi algoritmga doir ikkita A va B sonlardan kattasini aniqlash algoritmini tuzish. So'zda berilishi va blok sxemada berilishi ekranda ko'rsatib o'tilibdi. Boshlash: A va B ni qiymatini kiritamiz mana bu ikkinchi qatorga. Agar A va B A dan kichkina B bo'lsa, natija A deb chiqsin. 5 ga o'tilsin, olinib 5 ga o'tilsin. Natija B deb olinsin. Tamom, bo'ldi. O'zi shu narsani o'zi bizga yetib ortadi. Takrorlanuvchi algoritmga doir 1 dan 100 gacha bo'lgan tog' sonlar yig'indisini hisoblash algoritmini tuzish. Bu blok sxemada ham ko'rsatib o'tilgan, so'zda ham mana ko'rsatib o'tilgan. Mana sizlarga vazifa blok sxemani tuzish, ya'ni qarang, mana o'sha boshi XA, o'sha hammasi blok sxemada chiroyli qilib ko'rsatib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.